Erimni kuzatib bordim va nihoyat ketdi. Shu bilan 1 yil kelmaydi. Shunga go'zallashib ketdim degan erkin qushga o'xshab. Erkin bo'ldim. Demak, aytganlarimni o'ylab ko'rdingmi? Ha, o'yladim. Pul kerak, lekin biroz qo'rqyapman. Tanishlar ko'rib qolmasmikan? Nimaga qo'rqasan? Boyvachchalar ko'proq pul to'lashadi. Agar akaxonlar qiz so'rasa, seni tavsiya qilaman. Cho'ntaging pul ko'radi. Mayli. Nima bo'lsa bo'lsin. Roziman. Ana endi bu boshqa gap. Hali ko'rasan. Shunaqayam boyib ketasan. Mayli. Erim bilib o'tiribdimi, to'g'rimi? Seni ham aytganlaringni bir qilib ko'raychi. Bu zo'r gap bo'ladi, ishon. Hali shunaqa zo'r bo'ladi. Faqatchi akaxonlar tunda ham olib qolishi mumkin-da. Qaynonangga bironta bahona o'ylab topa olasanmi? Sen buni o'ylamagin. Bu meni ishim, meni muammoim. O'zim hammasini hal qilaman. Yaxshi. Voy, ishni boshlaylik bo'lmasam. Qancha hujjatli ishlarim bor. Ey, doimo shunaqa go'zal bo'lib ochilib yurgan. Men ham endi bugundan boshlab qadrimni bildim, o'rtoqjon. Haliyam oydekman. Yosh umrimni bunaqa o'tkazmasligim kerak. Bononi gapi to'g'ri. Erim uzoqda. Men ham ayolman. Menga ham e'tibor, mehr kerak. Yoshlik ortga qaytmaydi. Davrimni surmasam bo'lmaydi. Ko'proq pul ishlab mashina olaman. Boshqalardan nima kamim bor axir? Voy qizim, shoshmang.